Assalomu alaykum Muhsin aka, tuzimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bugun 30-sentyabr aka. Mana ertalabda gaplashdik. Bu o'zimizning dehqonchilik kerak. Aka, endi haligi bu yo'l-yo'laki olib chiqib ketyapman-da, yaqinlashib keldim bu yoqqa. Xo'p, mana 2 yasharli tereklarimiz aka, 100 ming atrofida bor qiziqqanlarga bu. O'sha mana kelavergan mana ichkariga. Bo'ylari, aka tanalari umuman haligi gardi yo'q. So'raganlar bo'lsa mana bo'yi 3 metr atrofida. 3 metr atrofida bo'ladi. 3 metrdan ham baland, 3-4 metr chiqadi. Mana shu tereklarimizni mana bu tomonlarni ko'rsating mana. Mana. O'zimizning dehqonchilik muhimligi. Bundan tashqari hozir yana dehqonchiliklar tashiymiz aka. Nima zarur bo'lsa, nima so'raganlar bo'lsa aytilaversin. Xo'p, bu terek o'zimizdan. Ko'k terek, hali Kaliforniya teregi emas, yashikka ishlatiladigan, uylar uchun ishlatiladigan tereklar bular aka. Mana yo'g'onliklarini mana ko'rsangiz mana aka. Yo'g'onliklari bashmallardan yuqori, mana tepalarini ham ko'rsatinglar. Mana. Tepalari ham juda zo'r bo'lgan. Mana holatda uzoqdan olsa yaxshi ko'rinadi mana. Aka tereklarni bo'y basti. Meni o'zim bo'yim 1.77, 1.78. Mana bu terekning hisobini olaveringlar. Bundan keyin hozir qolgan videolar tashlab boraman. Atirgul bor, harcha, undan tashqari mevali va manzarali ekan chinor, lola daraxti hammasini hozir videolarini tashlayman. Salomat bo'ling, hozircha shuni kifoya